Agarda sizda yod tanqisligi bo'ladigan bo'lsa, aynan kelpni tavsiya qilaman. Kelp judayam suvotlar bo'lganligi uchun, suvotlardan tarkib topganligi uchun effekti ham tez bilinadi. Hech qanaqa ziyoni yo'q organizmga. Ya'ni bitta dorini ichibdi, bitta joyiga yomon ta'sir qilibdi deydi-ku, bu dori vositasi emas. Bu biologik faol qo'shimcha. Faberlikda ishlaydigan qizlar ham endi artikulni so'raydi. 157-55 artikuli halollik sertifikatiga ega dedim. Bemalol qo'rqmasdan ichsangiz bo'ladi. Mana bu yerlarni skrinshot qilib olib, tarjima qilib, bemalol nima qilsangiz bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, direktga lichkamga yozsangiz, o'zi men sizga ma'lumotlarni tashlab beraman. Haqiqatda shunaqangi zo'r mahsulot hisoblanadi. Yodni tanqisligini shunaqangi zo'r to'ldirib beradigan mahsulot hisoblanadi. Faberlikda bu tilla deyman men doimiy ravishda.